O'qituvchilar olimpiadasi respublika bosqichi ikkinchi masalasi. Pastki sirtining temperaturasi 100 gradus, yuqori sirtiniki esa 0 gradus bo'lgan 1 metr kvadrat yuzali plastinkani ko'tarish kuchini baholashimiz kerak. Keling, plastinka chizaylik. Ushbu plastinkani ko'ndalang kesim yuzasi 1 metr kvadratga teng ekanligi aytilgan. Pastki sirtini temperaturasi esa 100 gradus. Yuqori sirtin temperaturasi 0 gradus. Va havoning temperaturasini tenor orqali ifodalasak 20 gradusga teng ekanligi aytilgan. Havoning bosimi esa 0,1 paskalga teng ekan. Bilamizki, plastinkaga havo molekullari urilishi sababli bosim va bosim kuchi vujudga keladi. Molekula havoning temperaturasiga mos V0 tezlik bilan urilsa, sirtdan plastinka pastki qismining temperaturasi T1 ga mos bo'lgan V1 tezlik bilan ortiga qaytadi. Xuddi shunga o'xshash yuqori qismdagi molekula ham V0 tezlik bilan urilib, ortiga V2 tezlik bilan qaytadi. Endi yanada yaxshiroq ko'rinishi uchun keling endi plastinkani mana bu ko'rinishda chizib olamiz. Ushbu plastinkani xayoliy silindr bilan o'rab olaylik. Ushbu xayoliy silindrning ichidagi molekullalarning ayrimlarini tasvirlaylik. Bilamizki, molekullalarning tartib harakat qilishini faqat bu masalani ishlashda barcha molekulyar bir xil tezlikda harakat qilmoqda deb olamiz. Demak, molekula bilamiz 3 o'lchamli fazoda harakatlanadi. X, Y va Z o'qlari bo'ylab. Ixtiyoriy bitta molekulani ko'radigan bo'lsak, bu molekula X o'qi bo'ylab yo'nalgan Vx0 tezlikka ega bo'lsin. Va ushbu plastinka T1 temperaturali sirtdan V1 tezlik bilan, aniqrog'i Vx1 X o'qi bo'yicha yo'nalgan tezlik bilan ortiga qaytadi. Shu molekulaning impulsining o'zgarishi massasi m0 ga teng bo'lsa, m0 ko'paytirilgan Vx0 qo'shilgan Vx1 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, jism impulsining o'zgarishi kuch impulsiga teng. O'z navbatida bu shu molekula impulsining o'zgarishini beradi. Shuni ham tenglashtirishimiz mumkin. Kuch ko'paytirilgan delta T ga. Endi bu faqatgina birgina molekulaning urilishi natijasida vujudga keladigan kuchdir. Biz umumiy o'sha molekullalarning, demak shu xayoliy silindr shakli ichidagi mavjud bo'lgan molekullalarni umumiy soniga ko'paytirsak, umumiy kuch kelib chiqadi.
Buni aniqlash uchun bilamizki, konsentratsiya molekullar soni hajmga nisbati. Molekullar sonini aniqlashimiz uchun konsentratsiyani hajmga ko'paytirishimiz kerak. Demak, konsentratsiya ko'paytirilgan hajm. Hajm o'rniga esa quyidagicha yozishimiz mumkin. Shu silindrning yuzasi S ga teng bo'lsa, silindrning uzunligi V x0 ko'paytirilgan delta t ga teng deb olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki molekullar bir xil, barcha molekullar bir xil tezlikka ega deb qabul qilsak, eng uzoqdagi molekula yetib kelishi uchun V x0 karra delta t vaqt ketadi. Shunday qilib, molekullar soni konsentratsiya ko'paytirilgan hajm o'rniga yuza ko'paytirilgan uzunlik, ya'ni V x0 karra delta t yozishimiz mumkin. Faqat yana bir narsani hisobga olishimiz kerak. Ixtiyoriy vaqt momentida shu silindr ichidagi molekullarning teng yarmi x yo'qi bo'ylab, teng yarmi x yo'qiga qarama-qarshi harakatlanganligi sababli umumiy molekullar sonini teng yarmini olamiz. Ko'paytirilgan m0 vx0 plus vx1 teng f ko'paytirilgan delta t. Ushbu tenglikdagi kuch o'rnidan farqli ravishda umumiy bosim kuchini beradi. Ana endi tenglikni ikki tomondan delta t larni qisqartiramiz. Va bu kuchimizni, demak, faqat pastki, bir o'sha plastikdan bir tomonga ta'sir etayotgan bosim kuchi bo'lganligi sababli F1 olishimiz mumkin bo'ladi. F1 kuch sifatida olishimiz mumkin. Ana endi F1 kuchimizni qaytib yozib olsak, F1 teng bo'ladi n ko'paytirilgan s ko'paytirilgan vx0 taqsim 2 ko'paytirilgan m0 vx0 qo'shilgan vx1. O'z navbatida F1 taqsim S bosimni berishini bilamiz. Buni qaytarib yana yuzaga ko'paytirsak, bu yuza o'rniga bu yuzani ham yozishimiz mumkin. Muhim ahamiyatga ega emas shu sababli. Endi keling, ikkinchi, demak, yuqori sirtga ko'rsatiladigan bosim kuchini aniqlaylik. Bilishimiz mumkin, xuddi shu tengliklarni yuqori sirt uchun ham yozsak, yana xuddi shu tengliklar hosil bo'ladi. Faqat ikkinchi holatda molekullar Vx1 tezligi bilan emas, Vx2 tezligi bilan qaytadi. Demak, n ko'paytirilgan s Vx0 taqsim 2 m0 Vx0 plus Vx2 yozishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi plastinkaning ko'tarish kuchi shu ikki bosim kuchlari ayirmasiga teng bo'lishini aytishimiz mumkin. F teng F1 ayrilgan F2 yoki qavsdan tashqariga ns Vx0 taqsim 2 ko'paytirilgan m0 ni olib chiqargan bo'lsak, qavs ichidagi Vx0 va mana bu Vx0 ixchamlanishini ko'rishimiz mumkin. Bizga faqat mana bu ikki ifodaning ayirmasi qoladi.
Ana endi molekulyularning X yo'qdagi tezligini molekulyularning natijaviy tezligi bilan bog'lashimiz kerak. Buning uchun yana molekulyularning tartib harakatga asoslanganligidan foydalanamiz. Ya'ni Vx kvadrat qo'shilgan Vy kvadrat qo'shilgan Vz kvadrat teng V0 kvadratga teng ekanligi. Molekulyularning X yo'q bo'yicha tezligining kvadrati qo'shilgan Y yo'q bo'yicha tezligining kvadrati va Z yo'q bo'yicha tezligining kvadratlari molekulyularning natijaviy tezligini beradi. Bundan tashqari molekulyular tartib harakatlanganligi sababli Vx, Vy va Vz ni o'rtacha olganda teng deb olishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli Vx kvadrat V0 kvadrat taqsim 3 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Shu narsadan foydalanamiz. F teng bo'ladi n s m0 taqsim 2. Tezlik x yo'q bo'yicha tezlikni o'rniga umumiy tezlik taqsim ildiz 3 yozishimiz mumkin bo'ladi. Buning sababi molekulyular mana bu tenglikda ko'ringandagi kabi 3 ta o'q bo'yicha bir xil tezlikka ega ekanligidan foydalandik. Qaos ichida Vx bir o'rniga ham V1 taqsim ildizda 3 yozishimiz mumkin. Ayrilgan Vx2 o'rniga ham V2 taqsim ildizda 3 yozishimiz mumkin. Ushbu tenglikni soddalashtirsak ns m0 taqsim 2 ko'paytirilgan V0 aniqrog'i ildizda 3 ni qavs tashqariga olib chiqsak bu 3, bu 2 bilan esa 6 yozishimiz mumkin. Bu yerda qavs ichida V1 ayrilgan V2 qoladi. Ana endi ushbu tenglikni yanada soddalashtirishimiz kerak. Buning uchun esa bizga mana bu fenol yordamga keladi. Bu fenol havodagi molekulyularning bosimiga teng edi. Bilamizki, Mendeleyev Filopeyron tenglamasdan fenol teng bo'ladi NK fenolga. Yoki fenol o'rniga shuningdek 1 taqsim 3 m0 n v kvadrat v0 kvadrat yozishimiz mumkin. Ushbu tenglikdan m0 n ni aniqlasak 3 fenol taqsim v0 kvadratga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, konsentratsiya va molekulyularning massasi ko'paytmasi o'rniga 3 fenol taqsim v0 kvadrat yozamiz. S taqsim 6 ko'paytirilgan 3 fenol taqsim v0 kvadrat ko'paytirilgan v0 qavs ichida V1 ayrilgan V2. Ko'rishimiz mumkin V0 qisqaradi. 6 bilan 3 ni ham qisqartirsak 2 qoladi. Shunday qilib F teng bo'ladi fenol S V1 minus V2 taqsim 2 fenolga. Yoki buni ham teng deb yozishimiz mumkin. Molekulyularning tezligi o'rniga, ya'ni o'rtacha kvadrat tezligi o'rniga fenol S qavs ichida V1 o'rniga 3K T1 taqsim M0 yozishimiz mumkin. Ildiz ostida
ayrilgan buyuk o'rniga 3k t2 taqsim m0 taqsim 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 3k b0 o'rniga t0 3k t0 taqsim m0 yozamiz. Ko'rishimiz mumkin 3k taqsim m0 qisqarishini, ildiz ostida 3k taqsim m0 qisqarishini shunday qilib f o'rniga t0 ko'paytirilgan s ildiz ostida t1 minus ildiz ostida t2 taqsim 2 ildiz ostida t0 hosil bo'ladi. Ushbu masalaning yechimi ham shu ko'rinishda. Faqat ushbu masalada barcha molekulalar bir xil tezlikda harakatlanishi qabul qilishimiz shart. Aks holda bu masala bu yo'l bilan ishlab bo'lmaydi.